Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar. Biz bugun Andijon viloyati Izboskan tumani Gurkurov MF'damiz. Biz YouTube tarmog'idagi obunachimiz xonadonlarga kelganmiz. Adashmasam bu akamizni jiyanlarniki ham oldin olib kelgan ekanmiz. Yuqori Chuvamada. Xo'p, bu akamizniki ofsi 6 teshik, 3 ta rom olib kelib o'rnatganmiz. Xo'p, bitta eshik, bitta romimiz qo'shilgan holatda G eshik deymiz biz. Qolganlari addiniy holatda. Oldin bunga bitta baho berib qo'yasizlar. Qora aynik nima deyapti? Yarashgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa 2025-yilda trendga olib chiqadigan rangimiz shu qora aynik bo'ladi. Juda ham chiroyli, o'ta salqin. Ko'rinishi ham shu bagadinni ko'rsatib beryapti. Xo'p, razmerlar bilan tanishtirib o'taman. 1.20 ga balandligi 1.50. Ikkita ko'zlik, bir tomoni ochiladi. Red Pen Plus 6000 Quattro TVP profilda, ya'ni zavodskiy rezinkali. Sulujniy mexanizmi ham bor. Padagonlik 25lik. Eshigimiz 1.15 ga balandligi 2.16. Ichkariga o'ng tomonga ochilgan Red Pen Plus 6000 Quattro 4 kameralik. 1600 4 silindrli zamok, graf sertichkalari bilan. Ko'rishingiz mumkin. Aynalar 2 qavat, oqqa qora holatda bo'lgan. Bu romimiz 1.50 ga balandligi 1.60. Uzr, 1.50. 1.50 ga 1.50. 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi, sulujniy mexanizm. Ga eshigimiz. Eshikni olib boring Javohir. Eshigimiz yana 92, balandligi 2.16. Panorama holatda bo'lgan eshiklarda aynaga. Klientimizning talabiga binoan. Aynalar 2 qavat qora oq bo'lgan. Yonidagi romi 1 metrga 1.50. Bir tomoni ochiladi, sulujniy mexanizmda. Oxirgi eshigimiz 92 ga balandligi 2.16. Ichkariga chap tomonga ochiladi. Xo'p, koridorda ichida ham eshiklarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. 70 ga balandligi 1.80. Ruchka zamoy qo'yib berganmiz. Aynaklari 2 qavat, oqqa qora holatda bo'lgan. Ochilib yopilishidan ko'rishingiz mumkin. Juda ham cho'tka holatda ishlaydi. Qulflanishi. Uzr. Qulflanishi. Odatda ko'pchilik imini mana shunaqa holatlarda videoni kesib tashlaydi. Biz kesmaymiz. Bormi? Bor. Borini borligicha ko'rsatib berish kerak. Xo'p, o'kinli ruchkalarimiz akfa logotiflari bilan joylashtirilgan. Обычный ochilishi va sulujniy mexanizm. Sulujniy mexanizmlar Akpen firmasiga tegishli. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham cho'tka holatda ishlaydi. Toza turetskiy. Padagonliklarni qo'yib berganmiz. 25, oldiga 4, yoniga 5 sm dan chiqarib berganmiz. Aylantirib penalargacha sepib berganmiz. Bu yerda yana bitta banyan eshigi, bitta koridor eshigi bor. Bir yo'la narxlar bilan aytib ketdik. Asosiy narxi. Xo'p, 90 ga balandligi 2.14, 2.16, 2.20 gacha. Xuddi mana shu holatda, panorama holatda, rangli aynakda. Kelib o'rnashi 1.800.000 so'm. Ko'pchilik uylarda qo'yiladigan G eshigimiz. Imini mana shu holatdagisi 2.600.000 so'mga tushadi. 1.50 ga 1.50 standart romimiz. Padagonik, bitta ochilish, sulujniy mexanizm, bir qavat rangli aynagi bilan 1.800.000 so'mdan tushadi. Eshigimiz 1.10 ga balandligi 2.16. Boring 1.30 ga 2.16 gacha. 2.500.000, 2.600.000 so'm atrofida narx chiqadi. Bu romimiz ichkaridan ko'rinishi. Oddiy ochilish, sulujniy mexanizm. Bu koridorimiz ichidagi yana bitta eshik, 80 ga balandligi 2, uzr 1.90. Buniki. Buni ham ochilib yopilishidan ko'rishingiz mumkin. Juda ham cho'tka holatda ishlaydi. Bu kichkina romimiz ichkaridan ko'rinishi. Sulujniy mexanizm, qulflanishi, akfa logotif ruchkalari bilan va ichkaridagi banyamiz eshigi. Bu eshigimiz alyuminda bo'lgan, 70 ga balandligi 1.80, aynaga 2 qavat, bir qavatini gulli qilib berganmiz, ichkari ko'rinmaydigan. Vanniy zamok, pajorniy ruchka, xullas hamma yo'g'i full holatda bo'lgan. Bu romimiz 1.20 ga balandligi 1.50, boring 1.30 ga 1.50 ham. Imini shu fasondagisi 1.400.000, 1.500.000 so'm atrofida tushadi. Vanamiz eshiklari 1 million so'mdan tushadi. Bu eshiklarimiz 1.400.000 so'mdan tushadi.
plast. Razmeri bir xil, faqat plast bilan alyuminning narxida farqi bo'ladi. Shuni hisobiga o'jinday qimmatroq chiqishi mumkin. Shuning bilan bugungi montajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qubba Akfa bilan qoling. Qubba Akfa doimo sizlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham chiroyliroq, bundan ham qiziqroq kontent ishlashga harakat qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.